Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz har bir nafaqaxo'r uchun, xususan 1991 yilgacha bo'lgan davrda ish stajiga ega bo'lganlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Sizning nafaqangizni sezilarli darajada oshirish imkoniyati haqida so'z yuritamiz. Bu ma'lumot ko'pchilik uchun noma'lum bo'lishi mumkin, ammo uni o'z vaqtida bilib olish nafaqa miqdorini qayta hisoblatib, oilaviy byudjetingizga jiddiy yordam berishi mumkin. Agar siz eski ish staji uchun nafaqangizni ko'paytirishni istasangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu muhim ma'lumotni o'z yaqinlaringizga ulashish uchun videoga like bosing. Bu sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, ammo bizning kanalimiz rivoji uchun katta yordam bo'ladi. Nafaqani qayta hisoblash imkoniyati. Muammoning mohiyati xo'sh, bu imkoniyat qayerdan paydo bo'ldi va nega aynan 1901 yilgacha bo'lgan davr muhim? Keling avval vaziyatni tushunib olaylik. Sovet ittifoqi davrida, ya'ni 1990 yilgacha ishlaganlarning ish haqi hisoblash tizimi va nafaqaga chiqish tartibi hozirgidan keskin farq qilardi. O'sha davrda ish haqi darajalari bugungi kundan ancha past edi. Ammo uning sotib olish qobiliyati yuqori bo'lgan. O'sha paytda qo'lga kiritilgan ish staji va ish haqi ma'lumotlari keyinchalik. Mustaqillik davrida nafaqa hisoblanganda ba'zan adolatsiz tarzda past koeffitsiyentlar bilan qabul qilingan bo'lishi mumkin. Bu birinchidan tizimning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan o'sha paytdagi ish haqi ma'lumotlarini bugungi iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish mexanizmlarining mukammal emasligi bilan izohlanadi. Mustaqillik yillarida nafaqa hisoblash qoidalari bir necha bor o'zgardi. Shu o'zgarishlarning natijasida ko'plab fuqarolar, ayniqsa keksa avlod vakillari o'zlarining Sovet davridagi mehnatlari uchun munosib baho olmaganliklarini his qilishdi. Ya'ni ular ko'p yillar davomida vijdonan ishlagan bo'lsalarda nafaqa miqdori kutilgandan ancha kam bo'lib chiqdi. Bu holat albatta fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Shu sababli nafaqa qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgartirishlar aynan 1995 yilgacha bo'lgan ish stajini qayta ko'rib chiqishga va hisoblashda yanada adolatli yondashuvni qo'llashga imkon beradi. Bu yangilik Sovet davrida ish haqi baland bo'lgan, lekin keyinchalik nafaqaga chiqqanda bu ish haqi to'liq inobatga olinmagan fuqarolar uchun juda muhimdir. Chunki endi ma'lum bir muddatdagi ish haqini hozirgi zamonaviy sharoitda qayta ko'rib chiqish mexanizmi joriy etildi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning o'sha davrdagi ish haqingizni bugungi iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda, ya'ni inflyatsiya va ish haqi o'sishini inobatga olgan holda qayta indeksatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu esa o'z navbatida nafaqa miqdorining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Bu yangilik nafaqa hisoblash tizimini yanada shaffof va adolatli qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Asosiy qism birinchi, nimalarni bilish kerak, kimlar tashvislanishi kerak va kimlarga buning hojati yo'q. Endi esa bu jarayonning eng muhim qismiga o'tamiz. Kimlar aynan bu imkoniyatdan foydalanishi mumkin va kimlar uchun bu unchalik ham ahamiyatli bo'lmasligi mumkin? Bu savollarga aniq javob berish uchun bir nechta muhim jihatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bu imkoniyatdan faqatgina 1991 yilning yanvariga qadar kamida bir kun bo'lsa ham rasmiy ish stajiga ega bo'lgan shaxslar foydalanishlari mumkin. Agar sizning butun ish stajingiz 1991 yildan keyingi davrga to'g'ri keladigan bo'lsa, ushbu qayta hisoblash mexanizmi sizga ta'sir qilmaydi. Bu juda muhim nuqta, chunki ba'zilar chalkashib o'zlarining keyingi yillardagi ish stajini ham qayta hisoblash mumkin deb o'ylashlari mumkin. Yo'q, bu faqatgina 1991 yilgacha bo'lgan ish staji uchun amal qiladi. Ikkinchidan, qayta hisoblash asosan pensiya jamg'armasiga murojaat qilgan va 1991 yilgacha bo'lgan ish staji uchun ish haqi ma'lumotlarini taqdim eta olgan fuqarolar uchun amalga oshiriladi. Avtomatik ravishda barcha nafaqaxo'rlar uchun qayta hisoblash amalga oshirilmaydi. Ya'ni siz o'zingiz tashabbus ko'rsatib, tegishli idoralarga murojaat qilishingiz shart. Uchinchidan, nafaqani oshirish imkoniyati ayniqsa o'sha davrda yuqori ish haqi olgan, ammo keyinchalik nafaqa hisoblanganda bu ish haqi ma'lum sabablarga ko'ra to'liq inobatga olinmagan fuqarolar uchun juda katta foyda keltiradi. Misol uchun, o'sha davrda muhandis, vrach, yuqori malakali ishchi, ilmiy xodim yoki rahbar lavozimda ishlagan shaxslarning ish haqlari nisbatan yuqori bo'lgan. Agar ularning nafaqasi hozirda kutilgandan kam bo'lsa, demak,
Ular uchun qayta hisoblash imkoniyati ko'rib chiqish juda muhim. Keling, konkret misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Ahmad aka 1920 yilda tug'ilgan. U 1975 yildan 1990 yilgacha, ya'ni 20 yil davomida yirik zavodda yetakchi muhandis bo'lib ishlagan. O'sha davrda uning o'rtacha oylik ish haqi 202 million so'mni tashkil etgan. Bu o'sha vaqtlar uchun ancha yuqori ko'rsatkich edi. Keyinchalik mustaqillik yillarida ham ishlagan, ammo uning asosiy staji va yuqori ish haqi aynan Sovet davriga to'g'ri keladi. Ahmad aka 2010 yilda nafaqaga chiqqanida uning nafaqasi masalan 1.500.000 so'm qilib belgilangan edi. Bu miqdor o'sha paytda yetarli tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin vaqt o'tishi bilan inflyatsiya va boshqa omillar tufayli uning qiymati tushib ketgan. Agar Ahmad aka hozir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib 1975-1990 yillardagi ish haqi ma'lumotlarini taqdim etsa, uning 202 million so'mlik maoshi bugungi kunning o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlariga nisbatan qayta indeksatsiya qilinadi. Natijada uning nafaqasi masalan 1.800.000 so'm yoki undan ham ko'proqqa oshishi mumkin. Bu degani har oyda qo'shimcha 300 so'm uning oilaviy byudjetiga jiddiy yordam bo'ladi. Bu holatda Ahmad aka tashvishlanishi va murojaat qilishi shart. Ikkinchi misol, Gulnora opa 1975 yilda tug'ilgan. U 1980 yildan 1925 yilgacha maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyin farzand parvarishi bo'yicha ta'tilga chiqqan va 1990 yildan keyin yana ishga qaytgan. Uning 1985 yillardagi ish haqi nisbatan past bo'lgan, masalan, 120 so'm atrofida. U nafaqaga chiqqanda bu 5 yillik staj umumiy tajiga qo'shilgan, lekin o'sha yillardagi ish haqi juda past bo'lganligi sababli nafaqasini hisoblashda uning umumiy miqdoriga katta ta'sir ko'rsatmagan. Gulnora opa hozir pensiya jamg'armasiga murojaat qilsa, uning o'sha 120 so'mlik maoshi ham indeksatsiya qilinadi. Ammo bu uning nafaqasini Ahmad akanikidek sezilarli darajada oshirmasligi mumkin. Chunki nafaqa hisoblashda nafaqat ish stajining davomiyligi, balki olingan ish haqi miqdorining mamlakatdagi o'rtacha ish haqi darajasiga nisbati ham muhim rol o'ynaydi. Gulnora opaning o'sha paytdagi ish haqi ehtimol o'rtacha ish haqi darajasidan yuqori bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da, qayta hisoblashdan keyin nafaqasi biroz, masalan, 50.000 so'mga o'sishi mumkin. Bu ham foyda, albatta, lekin Ahmad akanikidek ulkan o'zgarish bo'lmaydi. Shu sababli Gulnora opa ham bu imkoniyatdan foydalanishi mumkin. Ammo u o'zining ahvolini realistik baholashi kerak. Uchinchi misol, Sarvar aka 1906 yilda tug'ilgan. Uning butun ish staji 1995 yildan boshlangan. Ya'ni 1991 yilgacha u rasman hech qayerda ishlamagan. Bu holatda Sarvar aka uchun 1991 yilgacha bo'lgan ish staji bo'lmaganligi sababli unga nafaqani qayta hisoblash mexanizmi umuman ta'sir qilmaydi. Uning pensiyasi hozirgi qoidalar asosida hisoblangan va qayta hisoblash imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun Sarvar aka kabi fuqarolar tashvishlanmasliklari sababi bu yangilik ularga tegishli emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz 1991 yilgacha bo'lgan davrda, ayniqsa nisbatan yuqori ish haqi bilan ishlagan bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Agar sizning ish stajingiz asosan 1990 yildan keyin shakllangan bo'lsa, yoki 1990 yilgacha bo'lgan ish haqingiz juda past bo'lgan bo'lsa, unda qayta hisoblashdan keyin ham nafaqa miqdorida sezilarli o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Ammo shunga qaramay, tekshirtirib ko'rish foydadan xoli emas. Har bir holat individualdir va pensiya jamg'armasi xodimlari sizning hujjatlaringizni o'rganib chiqqandan keyingina aniq xulosa bera oladilar. Shuni ham unutmaslik kerakki, sizning ish haqingiz qanchalik yuqori bo'lgan bo'lsa, qayta hisoblashdan keyin nafaqangiz ham shunchalik ko'proq o'sishi mumkin. Asosiy qism ikkinchi, qoidalarga istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi. Nafaqa hisoblash qoidalarida ham istisnolar, o'ziga xos tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizga jarayonni tushunishda va o'z huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Birinchidan, hujjatlarni saqlash masalasi. 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi asosiy hujjat. Bu albatta mehnat daftarchasi va ish haqi ma'lumotnomasi hisoblanadi. Ko'pchilik eski Sovet davriga oid ish haqi ma'lumotnomalarini saqlab qolmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda nima qilish kerak?
Agar sizda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma bo'lmasa, bu hali hammasi tugadi degani emas. Siz avvalgi ish joyingizning arxiviga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pgina davlat tashkilotlari, zavodlar va fabrikalarning kadrlar bo'limlari yoki alohida arxivlar mavjud bo'lib, ular xodimlarning ish haqi hisoblari bo'yicha ma'lumotlarni uzoq yillar davomida saqlab keladi. Agar tashkilot qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning vorisiga yoki tegishli arxiv idorasiga murojaat qilish lozim ba'zi hollarda. Hatto tashkilot butunlay tugatilgan bo'lsa ham, uning arxiv hujjatlari markaziy yoki hududiy arxivlarga topshirilgan bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo bu ish haqi ma'lumotnomalarini olishning yagona yo'li bo'lishi mumkin. Hujjatlarni tiklashda qat'iyatli bo'lish kerak. Ikkinchidan, ish haqi hisoblashdagi maksimal koeffitsient. Nafaqa hisoblashda nafaqa oluvchining o'rtacha oylik ish haqi mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqi miqdoridan ma'lum bir barobardan oshmasligi kerakligi haqida cheklovlar mavjud. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, agar siz 1980 yillarda juda yuqori ish haqi olgan bo'lsangiz ham, masalan, o'sha paytdagi o'rtacha ish haqidan 5-6 barobar ko'p pensiya jamg'armasi sizning o'rtacha ish haqingizni hisoblashda ma'lum bir maksimal koeffitsiyentgacha cheklashi mumkin. Hozirgi qonunchilikka ko'ra bu koeffitsiyent 2, ba'zi hollarda esa 3 barobargacha bo'lishi mumkin. Ya'ni sizning ish haqingiz mamlakatdagi o'rtacha ish haqidan qanchalik yuqori bo'lsa ham, nafaqa hisoblashda ma'lum bir cheklovga amal qilinadi. Bu nafaqaxo'rlar o'rtasida juda katta tafovutlar paydo bo'lishini oldini olishga qaratilgan choralardan biridir. Shu sababli ba'zi yuqori maosh olgan shaxslar uchun ham nafaqaning maksimal miqdori ma'lum bir chegaradan oshmasligi mumkin. Bu tuzoq emas, balki tizimning o'ziga xos mexanizmi hisoblanadi. Uchinchidan, ish stajining turli davrlardagi ahamiyati. Nafaqa hisoblashda faqatgina 1995 yilgacha bo'lgan ish staji emas, balki butun ish staji davomidagi eng foydali 5 yil uchun olingan ish haqi ham muhim rol o'ynaydi. Agar siz 1990 yildan keyin ham uzoq yillar davomida yuqori maosh olgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidagi eng yuqori ish haqi olingan 5 yillik davrni tanlashlari mumkin. Bu tanlov bizning foydangizga bo'ladi. Shuning uchun 1991 yilgacha bo'lgan ish haqingizni tekshirtirish bilan birga, keyingi yillardagi ish haqingiz haqidagi ma'lumotlarni ham taqdim etish maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, agar siz 1995-1990 yillarda yuqori ish haqi olgan bo'lsangiz, lekin 2000-2005 yillarda undan ham yuqoriroq maosh olgan bo'lsangiz, pensiya hisoblashda 2000-2005 yillardagi ish haqi inobatga olinishi mumkin. Lekin agar 1995-1990 yillardagi ish haqingiz hozirgi indeksatsiya natijasida 2000-2025 yillardagi ish haqingizdan ham foydaliroq bo'lib chiqsa, aynan o'sha eski davr maoshi tanlanadi. Bu murakkab jarayon bo'lib, mutaxassis aralashuvini talab qiladi. 4-dan, nafaqa turiga qarab farqlar. Bu qayta hisoblash mexanizmi asosan yoshga doir nafaqalar uchun amal qiladi. Nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi kabi boshqa nafaqa turlari uchun ham ba'zi nuanslar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo asosiy fokus yoshga doir nafaqalarga qaratilgan. Agar siz boshqa turdagi nafaqa oluvchi bo'lsangiz, shaxsiy holatingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashishingiz shart. 5-dan, norasmiy ish staji. Sovet davrida ba'zilar norasmiy, ya'ni mehnat daftarchasiga kirmagan ishlarda ham faoliyat yuritishgan. Agar bunday ish stajingiz bo'lsa va u rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, uni nafaqa hisoblashda inobatga olish juda qiyin. Hatto imkonsiz bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi faqat rasmiy hujjatlar, ya'ni mehnat daftarchasi yozuvlari, buyruqlar, ish haqi ma'lumotnomalari va boshqa arxiv hujjatlariga asoslanadi. Guvohlarning ko'rsatmalari kabi boshqa isbotlar ma'lum hollarda sud orqali qabul qilinishi mumkin. Ammo bu juda murakkab va uzoq davom etadigan jarayon. Shuning uchun faqatgina rasmiy hujjatlarga tayanish lozim. Bu kabi noaniq nuanslarni bilish sizga pensiya jamg'armasi bilan muloqot qilishda va o'z huquqlaringizni tushunishda yordam beradi. Har doim to'liq ma'lumotga ega bo'lishga intiling va zarur bo'lsa, huquqiy maslahat oling. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Xo'sh, endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosishingiz lozim? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam: hujjatlarni yig'ish. Sizga kerak bo'ladigan eng muhim hujjatlar quyidagilardir. Yil
mehnat daftarchasi originali. Unda sizning 1990 yilgacha bo'lgan barcha ish joylaringiz va ish tajingiz to'liq aks etgan bo'lishi kerak. Har bir yozuv aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. 1991 yilgacha bo'lgan istalgan 5 yillik davr uchun ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma spravka. Bu ma'lumotnomada sizning har oylik ish haqingiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar sizda bunday ma'lumotnoma bo'lmasa, yuqorida aytib o'tganimdek, sobiq ish joyingizning kadrlar bo'limiga, arxivga yoki tegishli arxiv idorasiga murojaat qiling. Agar bir necha joyda ishlagan bo'lsangiz, eng yuqori ish haqi olgan davr uchun ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Bu sizning nafaqangizni ko'paytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, agar siz 1970 yillarda bir joyda, 1995-1990 yillarda boshqa joyda ishlagan bo'lsangiz va ikkinchi davrda maoshingiz yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, aynan ikkinchi ish joyingizdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat. Barcha kerakli hujjatlarni yig'ib bo'lganingizdan so'ng, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga murojaat qiling. Siz borib navbatga turishingiz va mutaxassis bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasi xodimiga quyidagicha murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men ismingiz, familiyangiz. Men 1990 yilgacha bo'lgan ish tajim uchun nafaqamni qayta hisoblash masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim. Menda o'sha davrdagi mehnat daftarcham va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarim bor. Iltimos, ushbu hujjatlar asosida nafaqamni qayta hisoblash bo'yicha ariza qabul qilib, vaziyatimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. 3-qadam, arizani rasmiylashtirish va hujjatlarni topshirish. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga maxsus blanka beradi. Bu blankaga siz nafaqani qayta hisoblash to'g'risidagi arizani to'ldirasiz. Arizada o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, murojaat sababini, 1991 yilgacha bo'lgan ish staji uchun nafaqani qayta hisoblash aniq ko'rsatishingiz lozim. Arizani to'ldirishda qiyinchilikka duch kelsangiz, xodimdan yordam so'rashdan tortinmang. Arizaga yig'gan barcha hujjatlaringizni, ya'ni mehnat daftarchasi nusxasini, ish haqi ma'lumotnomalari nusxalarini ilova qiling. Asl hujjatlarni ko'rsatishni so'rashlari mumkin, ammo nusxalar topshiriladi. Hujjatlaringiz qabul qilinganligi to'g'risidagi kvitantsiyani yoki arizaning ro'yxatga olinganligi to'g'risidagi ma'lumotni olishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchilikni oldini oladi. 4-qadam, jarayonni kuzatish va sabrli bo'lish. Nafaqa hisoblash yoki qayta hisoblash jarayoni ma'lum vaqtni talab qiladi. Qonunchilikka ko'ra, pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqishi va tegishli qarorni qabul qilish uchun ma'lum bir muddat, odatda 10 ish kuni belgilangan bo'lishi mumkin. Bu muddat davomida sizga qo'shimcha hujjatlar so'rab qo'ng'iroq qilishlari yoki rasmiy xat yuborishlari mumkin. Agar sizdan qo'shimcha hujjatlar so'ralsa, ularni imkon qadar tezroq taqdim etishga harakat qiling. Jarayonni kuzatib boring. Kerak bo'lsa, belgilangan muddatdan keyin pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, arizangizning holati haqida ma'lumot oling. Ba'zida tizimda uzilishlar bo'lishi, hujjatlar kechikishi mumkin. Shuning uchun qat'iyatli bo'lish muhimdir. Agar sizning arizangiz asossiz rad etilsa, siz yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Lekin umid qilamanki, bunga hojat qolmaydi. Bu jarayonni qancha tez boshlasangiz, shuncha tez natijaga erishishingiz mumkin. Har bir oy o'tib borar ekan, siz nafaqangizdagi mumkin bo'lgan oshishni yo'qotyapsiz. Shuning uchun kechiktirmang, bugunoq harakatni boshlang. Xulosa va yakuniy chaqiruv aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Biz 1990 yilgacha bo'lgan ish staji uchun nafaqani qayta hisoblash imkoniyatining barcha jihatlarini batafsil ko'rib chiqdik. Bu imkoniyatdan foydalanish nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirishi va sizning turmush darajangizni yaxshilashi mumkin. E'tibor berganingizdek, bu jarayon biroz vaqt va kuch talab qilishi mumkin, lekin natija bunga arziydi. Unutmang, nafaqa hisoblashda eng foydali davrni tanlash va to'g'ri hujjatlarni taqdim etish juda muhimdir. Sizning mehnatlaringiz, ayniqsa Sovet davridagi mashaqqatli mehnatlaringiz munosib baholanmoqi lozim. Bu huquqingizdan foydalaning va nafaqangizni adolatli hisoblashga erishing. Mavzu bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi.
Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda foydali va amaliy ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.